Endilikda mana shunday turdagi bonuslarni mutlaqo bepul olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Bu bonuslarni qanday qilib bepul olishni videomiz davomida tushuntirib o'tamiz. Agar siz do'koniga kirib shunday joyga Gulsini safarlar bitta xarid qilasizlar hamda omadli balansiz bor. Buni bitta aylantirasizlar, sizlarga tushgan sovg'a mutlaqo bepul yuboradi. Endi bu Gulsini safarlarcha ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bu Gulsini safarlar salakali bo'lib, salaka voqlari 3 litr bo'ladi. Filtrlar emas, nega filtrlardan o'tib zavodlarga yarimta totqida zavodit olib ishlab beradi. Bu Gulsini safarlar biz oldiga ikkita skollar bilan jihozlangan bo'ladi. Eng ayniqsa bog'lar yoki boshqa joylarda haydaganingda ko'chatlar tagiga bemalol kirib, g'urlarni 360 gradus aylantirib yoki tepaga, pastga qo'yib ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Eng asosiy qulayligi sizlarga shunday bo'ladi. Hamda ayniqsa seplarga baho berib, seplar pechatlangan bo'lib, yonlar stoykali bo'ladi. Original seplardan jihozlangan bo'ladi. Bunisi esa benzinli bo'ladi. Benzin boklar 3 litrli bo'ladi. 5 litr bo'lib jihozlangan bo'ladi. Maslini filtrlar bilan jihozlangan bo'lib, zavodnoyda yarimta totqida sizlarga zavodit olib ishlab beradi. Bu Gulsini safarlar samolyotlar 360 gradusga aylanadi hamda tepaga pastga bo'lib sizlarga ishlab beradi. Seplarga baho e'tibor bering. Seplar pechatlangan seplar bo'ladi hamda bu ham stoykalangan bo'ladi. Original seplardan jihozlangan bo'ladi. Endilikda sizlarga videomiz boshida bonuslarni gapirib o'tdik. Bonusni biz qanday olish shartlari? Videomizga bitta like bosib, kommentariy omadli yozib ketasizlar hamda kelganlarni mana shunday turdagi barbarimiz aylantirib sizlarga tushgan sovg'a mutlaqo beriladi. Mana shunday turdagi sovg'alar sizlarniki bo'lishi mumkin. Mana shunday turdagi bitta svichadan boshlab balyarka, shurpa va do'llargacha yutib olishingiz bo'ladi. Manzili Fag'oncha avval qishlog'i Agasiz do'koni bo'ladi. Pastki nomerlar aytilgan qilib bemalol bog'lanishingiz mumkin bo'ladi. Bu videomizga aytayotgan like va komment omadli yozib, bundan keyingi videomizni o'tkaza olmaslik uchun obuna tugmasini ezib qo'yamiz. Bundan keyingi videolarimiz siz uchun qiziqarli bo'lib o'tadi. Xayrli jonlaringiz sog' bo'lsin.